qiruvchi qism biza boshqasini o'ynayapmiz, boshqacha. Har kun aralash o'qib ketaveradi. Men demoqchi edim-da. Unaqa oq temir topsang menga ham ber. Meni chaqir. Daraxt o'y qilamizmi, pastga o'y qilamizmi? Daraxt. Yaqinda tugidi miltonim. Kim qo'lim? Ko'rsatmayku. Qayga o'y qilamiz? O'rmonda. Mestamni kim otibdi? Mendiki. Mendiki. Olsang-ki, oldimga olmasang-kimi? 3 ta 5 tagimiz bo'ladi-yu. Tashlab ket uni olma. Pichka yasab olaman bitta. Endi taxt yasab olaman. Taxtdan to'lib ketibdi. Desa ham bo'ladi. U yasaymizki. U yasashga ketdi. Topib bo'ldim men bitta. Katta daraxt. Katta. Toshkentliklar katta deydi, katta bo'lar deydi. Bu tepaga qaytib chiqib olaman bu tushda. Marmon yasashim kerak. Ishim juda ko'pda, bitmaydi ishim. Oltita yesa bo'ldi endi. Ben çok keyif. Çok taşlar koyup banki. Hoppa. Yana bitta çok kerak bo'ldi. Naman yasab bo'lmay shunga. Tuk. Çok. Navonim to'lib ketibdi. Daraxt o'y qilmoqchisan-ku, beraymi? Ha? Ke. Xo'sh. Kesang beraman, olsam yo'q. Ke. Ana xalos ketdim men. Men qaydan bilakanmiz endi? Men o'rmonlar ichida katta daraxt bor-ku, o'shandaman. O'shansidaman. O'y qilyapman men. Reklama chaqtirdi. Cho'chqa qali. Hey lan, katta daraxtdaman, tez bor. Ha, bolalar. Qiruvchi o'yinchi qismim